Bugun obedda yaxshilab dam olib, kechki ovqatga lag'mon tayyorlashga qaror qildim. Jarayon davomida ko'pchilik so'rayotgan savolga javob beraman. Qanday qilib tug'ruqdan keyin qornimni yo'qotdim va o'zimni formada ushlab turibman. Hozirgi paytda vaznim 50-51 atrofida, bo'yim esa 1.60. Rostini aytsam, hech qachon qat'iy diyeta ushlamaganman. Dastlab urinib ko'rganman, lekin emiziklik davrimda ishtaham karne bo'lgani sababli ortiqcha o'zimni qiynamaganman. Allohning irodasi bilan har bir tug'gan ayol 6 oydan 3 yilgacha tug'ruqdan oldingi holatiga asta-sekinlik bilan qaytadi. Menda ham xuddi shu holat bo'ldi. 6 oydan keyin organizmim eski holatiga qaytishni boshladi. Men esa kun davomida ko'p suv ichishga harakat qilaman va kuniga 5-6 mahal oz-ozdan ovqatlanaman. Bu holatda qornim umuman ochib qolmaydi va shu sabablarga ko'ra ovqatni ortiqcha miqdordan ham yeb qo'ymayman va ko'p piyoda yurishga harakat qilaman. Bu yugurishdan ko'ra ham foydaliroq. Xullas, bu orada lag'monimiz ham deyarli tayyor. Nafaqat mazali, balki foydali maslahatlar bilan birgadir. Izohlarda o'zingizni formaga qaytish usulingiz bilan bo'lishing.